Tayyor mana shunaqa chiroyli joy so'raganlarga mana bundan qabriston bu. Qabristonni oldida bu ham. Shuni o'ngga yursangiz, eski Arab shashlik yo'liga chiqasiz. Katta yo'lga chiqib o'ngga yursangiz O'qchini yo'li, chapga yursangiz Bahringa chiqasiz, svetoforga. 12 sotiylik mana shu yerdan mana boshidan narigi boshigacha bag'iga ham uglovoy. Ikki tomoni ko'cha asfalt bo'lgan. 12 sotiy 7 xona uyi bor. Uyni ko'ryapsizlar, o'zlaring qo'yilyapti. Xo'p, buni sinchli bo'lgan uylarimiz juda ham puxta, mustahkam, xudo xolasa. Tashqariga ham romga qoldirishgan ekan uni. 3 ta romga prosta keyinchalik yopib yuborishgan ekan. Hozir ochib turib bemalol remont qilib yashasangiz bo'ladi. G'ishtni ham kattasidan qilingan ekan oldingi. Oldidan ariq o'tgan, suv yo'q ekan. Uyda oldi ham bor agar nima bo'lsa. Pastki raqamlar barakaga. Narxini nespul o'tgan safar nespul qo'ydik. O'tgan safar 100 ming qo'yganmiz. Hozir narxini aytib ketamiz, nespul qo'yishimizni. Xo'p, narxini 90 mingga baraka qilib yuboramiz. Jicha kelishadigan xonasi bu pul o'ta ham zarurligi uchun ikkinchi marta qo'yilyapti. Tilmoqsalar ham baraka qilib yuboramiz.